iz bosganda domni narxlari shunaqa yerga qulayapti, g'ishlarga o'xshab. Hozir 2 xonaligiga bez pasport, pasporti bilan bitta pasportda o'zi yetadi. 35 million. 3 xonaligiga 60 million to'lov qilsangiz bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, hamma holatdagi bu domimiz mana ko'ryapsiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Yo'lni bo'yida xuddi shu dom aynan bu yerda yana 4 podyezdli bo'lib tushyapti. Urganchiliklar ham alohida o'zlariga mikrorayon qilishib olyapti endi. Xo'p, yana nimasini aytay? Oylik to'lovga keladigan bo'lsak, keyin 4 million 200 mingdan 2 xonaligi, 4 million 600 mingdan 3 xonaligiga to'lov bo'ladi. Patkulch holatda bo'ladi. Mahalla komitetidan kam ta'minlangan degan spravka, bir narsa hech narsa kerak emas. Bu videoyimiz ko'proq Rossiyada ishlaydiganlarga, ish haqisi yo'qlarga juda ham ma'qul keladi. Sababi hech narsa kerak emas. Kelasiz, pastdagi nomerini qoldiraman, aloqaga chiqib bemalol uchrashsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, yomg'irda qiyin. Bularga ham qiyin, hammaga ham oson emas. Tezda aloqaga chiqing, biz Telegram kanalida lokatsiya qoldiramiz.